Kosvinniy boyler degani nima, qanaqa ishlaydi, isitish tizimi qanaqa deb so'raydi ayrim mijozlarimiz yoki yangi kelgan shogirdlar, hamkasblarimiz. Bu shunaqa narsaki, mana yomkis deb oladigan bo'lsak, uning ichi kraskalang bo'ladi, ya'ni sifatli kraska bilan emallangan bo'ladi. Va albatta ichida mana zimeyka bor, ya'ni podacha apparatga, kotyoldan keladigan podacha apparatga shu liniyadan kelib aylanib chiqib ketadi. Bu yog'iga sovuq suv kiradida, tepadan alohida chiqib ketadi. Ya'ni sovuq suv bilan bu kotyolda sistemadagi suv bir-biri bilan umuman aralashib ketmaydi. Shu holatda ko'radigan bo'lsak, uning ichi mana sifatli kraska bilan bo'yalgan. Teplaminiklar ham mana bo'yalgan. Buni teplaminik deydigan bo'lsak, hop, bir-biriga umuman aloqador bo'lmaydi. Mana litrajiga qarab, ya'ni o'lchamiga qarab har xil teplaminik qo'yiladi. Mana pastdan sovuq suv kiryapti, tepadan issiq suv bo'lib chiqib ketyapti mana. Kotyoldan keladigan ana zimeykani apparatga solsa, bu yoqda mana podachasi aylanib chiqib ketadi. Bu yoqdan resirkulyatsiya, ya'ni issiq suvning qaytib kelish sistemasini ulashi mumkin mana. Mana shu holatda. Ya'ni kotyoldagi suv bilan sovuq suv umuman bir-biriga aralashib ketmaydi. Va buni ko'rayotgan bo'lsangiz, tepli izolyatsiya mahsuloti, ya'ni penopoliuretan bilan qoplangan 10 sm ayrimlar bor. Shunga qarab bu A klass, B klassga ajratilgan. Mana shu holatda bo'ladi mana. Bu biz eng ko'p o'rnatadigan Reflex kompaniyalariga sifati juda ham zo'r. Buni ikki xil bo'ladi. Ya'ni ikkita teplamikligi bor va bitta teplamikligi bor. Quyoshdan keladiganni ulab qo'yish mumkin. Ya'ni solnechniy paneldan keladigan podacha apparatga ulab qo'yish mumkin yoki qo'shimcha bir kotyollardan ulab qo'yish mumkin. Xullas, universalni ishlatsa bo'ladi. O'zining maxsus qopqoqlari bo'ladi, ya'ni reviziyalari. Buni ochib, bemalol tozalash imkonini beradi. Ko'rinayotgan bo'lsa, vaqti bilan tozalab turish kerak bo'ladi.